Nanni jigar bilan qo'rib, qo'rim jigar kebab qilishni o'rganib, usulü intayin oddiy. Yan qo'yning jigarini pokiz yuvib tayyor qilib olgandan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyor qilib olamiz. Jigarni tamlantirib olamiz. Buningga tuz, zira, oqmush, laz uni, shangyu qo'yib, yaxshi elashtirib olamiz. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'layotsangiz, bashbartga to'p qo'shilib oling. Faoliyatimiz davomlashayotdi. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 kun faoliyat qildik. Tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Yetarli materiallarni dimsami ko'rib bilib oldinglar qachon. Eng avval to'g'rab olgan nenimizni qozonga moy silib, zoli qilib elib olgandan keyin qozonga moyning miqdorini azaytib, buningga jigarni silib, tekshir qo'rib olamiz. Ya'ni qattiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar bekroq qo'rib olsanglar bo'ldi. Qo'rib bo'lgandan keyin buningga piyozni, nonni silib, tekshir ilashtirib olgandan keyin tam qurishlardan azroq tuz, shakar, zira, laz un silib, qizil laz, ko'k lazni ishqi silib qo'rib olsanglar bo'ldi. Intayin oddiy, tugunib oldingizmi?